Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun men ot anjomlar do'konimizda otga kerakli bo'ladigan barcha anjomlarni ko'rsatib o'taman. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ko'rib turgan anjomingiz yasama uloq. Yasama uloqning narxi 850 ming so'm. Og'irligi 30 kilodan 40 kilogacha bo'ladi. Ichida qum solish kerak. Og'irligi 30 kilodan 40 kilogacha bo'ladi. Yasama ulog'imiz juda pishiq materialdan tayyorlangan, sifati yaxshisidan trenirovka uchun ko'pchilik bizdan so'raydi. Mana shu yasama uloqni. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz videomizni boshladik. O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu yozib qoldirgan fikringiz juda biz uchun muhim. Shunga qarab qo'ldan kelgancha mana tayyorlab beramiz. Mana aziz do'stlar, anchadan beri ot anjomlar do'konimizni video qilib chiqarmagandik. Ko'rib turganingizdek mana ayillarimiz, otlar uchun yopinchiqlar, kallasi bilan mana shapkali yopinchiqlar mana otning kallasiga kiygiziladi. Otning ko'krak emildiriqlari mana ko'rib turganingizdek optimga ham beramiz. Ko'krak emildiriqlarimiz mana shunday holda turadi. Endi hozir mana ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda endi soni juda ko'pligi uchun qaysi biri uncha ko'rinmaydi. Shuning uchun mana bir donasini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda soni juda ko'p. Kimga qanaqa rangga kerak bo'lsa bor. Mana yopinchiqlarimiz. Etik zashitniklarni mana har xilidan bor. Yopinchiqlarni ham har xilidan tayyorlab qo'yganmiz. Mana qizil, ko'k, salatvi yopinchiqlar, ichi adyollisi bor mana. İçi adyollisi 550 ming, qornini tagida ikkita ipi bor. Astarlilari 400 ming, 350 ming mana jinsovka. Jinsovkalarimiz mana plashovkalar bu tomonda mana. Plashovkalar narxi 400 ming so'm. Kimda mana shunday otning ustiga yopinchiqlar kerak bo'lsa, ko'rib turganingizdek mana usti adyolli bor mana. Usti katakli adyolliklari bor. Jinsovkalar bor, sintafonli bor. Sintafonlilar 300 ming. Salatvi, qizil, ko'k ranglari bor. Chilgi jahaldiriqlar qalinidan bor mana. Otning ko'kragiga fartuk. Fartuklar mana har xil ko'krak fartuklarimiz ko'rishingiz mumkin. 180 ming so'mlik fartigimiz. Mana shu turishi 180 ming. Hech nima yozilmagani mana shu ko'rib turgan fartik 180 ming. Qizil fartigimiz, qizil fartuk narxi 250 ming. Mana shu holda turishi yozilmagan. Narxi 250 ming so'm. Qora fartugimiz esa 350 ming so'm. Buni bayroq qo'yib laqabi yozilganligi uchun narxi 350 ming. Bayrog'ini olib tashab laqabini o'zini yozib beramiz. Narxi 300 ming so'm bo'ladi. Mana shu fartikka laqabini yozib beraman. 300 ming so'm bo'ladi. 50 ming qo'shiladi. O'zini tan narxi 250 ming so'm. Mana shunday qora qizil ranglari bor. Kimga kerak bo'lsa mana ko'rib turganingizdek har xil ko'krak fartuklar zakaz qabul qilamiz katta kichik razmerda. Etigimiz bor. Etik narxi 850 ming so'm. Yopinchiq mana boya aytib o'tganimizdek 400 ming, 450 ming. Mana ko'krak fartuklar katta otlarga. Hozir bu yerda ikki xil razmer ko'rsatdik. Mana bu 3-razmerimiz. Chilgi jahaldiriqlarimiz bor mana. Uzangilar, latom uzangilar. Pushtonlarimiz mana. Pushtonlar kimga kerak bo'lsa, pushtonlardan ham bor. Kumush komplekt. Mana hozir mana shu holda kumush komplekt ichida 5 ta narsa bor. Jugan, chilgi yostiqcha, galastik, bitta pushtoni bor. Mana bo'yinbog'i va bitta pushtoni bor. Keyin jugan. Mana shu turishi 3 ming kumush komplekt originali. Kimga kerak bo'lsa, original kumush komplektlar ham bor. Mana bu tomonda chilgi jahaldiriqlar har xil ranglarda, sariq,
Rossiyskiy kiyigizdan bo'lganlari bor mana. Mana ularni ko'rsataylik. Mana ko'pchilik so'raydi. Rossiyskiy kiyigizdan bo'lgan. Ayil pushtonlarni endi mana baho berasizlar. Tayyorlab qo'ydik. Ranglarini har xil qilib qora, qizil, sariq, katta kichik ayil pushtonlar lapkalari teri qo'yilgan mana. Ko'pchilik obunachilar bu sezon mana olib ishlatib ko'rishdi. Mana o'zim yasagan ayillar. Mana shunday nechta desa chiqadi mana. Nechta olaman desa bor. 100 ta deydimi, 200 ta deydimi olib sotarlar. Ko'pchilik bizga telefon qilishdi. Ayillarni nech puldan qilib beryapsizlar deb. Kimga kerak bo'lsa mana ayillar bor. Pushtonlarni ham mana xohlagan razmerda, rangida qilib qo'yganmiz. Nechta desa bor. Terlatmalar bor mana. Hozir endi bu tomonni ko'rsatamiz. Jugan, egar, qamchin, telpak. Mana telpaklarimiz. Juganlar narxi 650 ming, kojinli jugan. Kumush juganimiz narxi $100. O'rama jugan narxi 1,5 million. Qozog'istonniki o'rama jugan deyiladi. Qora juganimiz 650 ming, sariq juganimiz 650 ming, qizil juganimiz 650 ming. Mana 3 xil, 4 xil ranglarda bor. Otning oyog'iga zashitnik. Mana shunday zashitniklarimiz bor. Qamchinlar 150 ming so'm. Qamchinlarimiz. Otning oyog'iga to'rtburchak zashitniklar. Egarlar mana. Ko'pchilik egarni so'raydi. Otga tushmayapti mana. Bittada tushadigan egarlar. Endi egarlarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Egarlar 2,5 million so'm. Zangor chexol qilingan. Paylangan universal ot egar. Katta kichik razmeri bor mana. Bittasi 18, bittasi 19 razmer. Ikkinchi egarimiz chopma egar. Chopma egar deyiladi. Chopma egar narxi 2,5 million. Kimga kerak bo'lsa, buni ham katta kichik mana razmerlari bor. Ko'rib turganingizdek. Endi bu katta kichik degani mana bittasi katta razmerda yasalgan, bittasi maydaroq. Toyga bunisi tushadi, katta otga bunisi tushadi. Qirg'iz egarimiz narxi 1,5 million. Ko'p otlar egasi bizga murojaat qilishadi. Qirg'iz egarni qo'ysak, otni belini yara qilmaydi deyshadi. Shuning uchun mana qirg'iz egarlar. Azizlar, bu aytilgan narxlar bo'lgan narxi. Masalan 1,5 million bo'lgani mana shu narx. Mana 1,5 millionmi? Mana shu egar 1,5 million. Xohlagan joyingizni ko'ring, bozorni ko'rasizmi? Ustani olib kelib oldiga yasartirasizmi, boshqa qilasizmi, boshqa narsa qilasizmi yo boshqasi bilan maslahat qilasizmi? Farqi yo'q. Bu bizda narximiz mana shu narxda qilib berganman. Qilib berganimiz ko'p obunachilar biladi, kelib ko'rgan, olib ketgan, ishlatib ko'rgan, maqtashni hojati ham yo'q. Mana shu narxlarda qilib berganman. Mana bu egarimiz narxi 1,8 million. Chexollangan egar, bu ham universal ot egar. Endi mana egarlarimiz mana bu yerda yana hozir bu yerda 20 ta egar bo'lsa kerak. 5 chexoli. Bularning narxi 1,2 million so'm. Eng arzon, eng sifatli egarlar mana shu egarlar. Egarlarimiz bo'lgan narxi mana shu. Bizga ko'pchilik yozgan, kelib olib ketgan, sinab ko'rgan, ishlatib ko'rgan. Xohlagan razmerlarda bor mana egar. Hozir egarchini uyiga borsa buncha egar topa olmasa kerak. Mana shunday mana qo'ldan kelgancha 30 ta, 20 ta, 50 ta egarlar ko'rsatyapmiz. 5-6 xil egarlar bor. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar.